Hop, umra badalni so'rayaptilar. Umra badal Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir kishi kelib, men o'lgan otasiga umra badal qilmoqchi bo'ladi. Umra badal qilsam bo'ladimi deb so'raganlarda, ha, umra badal qil deganlar. Umra badal joiz. Bu Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan jami sahihlardan boshqa hamma hadis kitoblarida bor. Sunan Abu Davud, Sunan Tirmiziy, Ibn Majah va Imom Ahmadda ham bor. Umra badal qilishi joiz. Kimga desa, bu yoqqa kelishlikka kuchi yetmagan, qodir bo'lmagan, qarib qolgan ota-onasi bo'lsa yoki qavm qarindoshi bo'lsa, kelib keta olmaydi. Shunga, ya'ni kelish umidi uzilgan bo'lsa, umra badal qilsa bo'ladi. Yoki bu dunyodan o'tib ketgan ota-onasi, qavm qarindoshlariga umra badal qilsa bo'ladi. Bemalol xotirjam umra badal qilaverasizlar. Unga sochni oldirish shartmi? Xuddi umradek bo'ladi u, soch oldiriladi, ihromdan chiqiladi, savobini falonchaga bag'ishladim deb aytib qo'yasizlar.